Biroq ularda aybi juda ham ko'p. Menga ishonsangiz bo'ladi. Men ko'p joyda ularni ayblarini isbotlab beraman. Birinchi очередda gai xodimi ishga chiqqanda polni arjonni naqa bo'lish kerak. Boda kamera, qo'lda zilejda, yana qo'lda o'sha joyda red qiladigan narsalari bo'lish kerak. Ularda na boda kamerasi bor, na zilejdasi bor. U fuqarolar bilan prezident siyosatiga qarshi chiqib, boda kamerasiz o'z boshimchalik. O'sha joyda men qarshilik qilsam, meni huquqlarimni tushuntirib bersam, men qarshilik qilsam o'sha joyda menga nisbatan yo uchastkovoyga protokol qilish kerak. Yo gai xodimi o'sha joyda O'zbekiston bergan shu planshet qo'lida bor. Planshetda meni oformit qilish kerak edi. Hech narsa qilmaganman. O'shada o'z boshimchalik bilan raqamni ko'kragimga urib shimimdan tortib ketyapti. Bu gayni o'ziga nisbatan qilgan xatti-harakati noto'g'ri. Nimaga desangiz, u joyda o'zi kuch ishlatish kerak emasmi? O'shada xizmat naryad chaqirish kerak. Men qarshilik qilsam, yo men ularga dokument bermasam, menga nisbatan shunday qilsa bo'ladi. O'zi boshimchalik qilyapti bular. Bular 100% aka men isbotlab beraman. Kim chiqsa ham aka qo'limda 10 ta guvohim bor. Mana videolarim bor, urgan joylari bor. Yana men guvohlarimni eshitmayapti-da. Faqat o'zlari soxta guvoh qilib, o'zlari mana bu spakchaga so'kdi deb yozib ber deyapti. Xo'p deyapman, men so'kkan bo'lsam, menga isbotlab ber deyapman. Boda kamerani ko'tar deyapman, qo'yib bersam, boda kamera ishlamayapti deb menga vaj qilyapti. Bu jinoyatni nagli yashirish bo'lyapti. Endi bu hech kim yo'q ekan deb meni bosyapti-da bular. Men deyapman, haqiqat bor, qachondir chiqadi haqiqat deyman. Shunga deyman. Siz qo'rqmang aka, men turibman. Liboy chiqsa men buni isbotlab ham beraman. Tashkilotlarga ham naqa kirgizganman, ichki ishlarga telefondan, portalga ham kirgizganman, 102 ham qilganman. Bemalol aka isbotlab bera olaman buni. 100% aka. Rahmat aka. Charchamayman. Nega YPX xodimlari o'zimizda viloyatdagilar chiqadimi aka? Yo respublika Toshkent chiqadimi bizda? Qaysi YPX xodimlari chiqadi bizda? Videoni qo'ymaysiz aka. Men bu videoni qo'ymoqchi emasdim. Obunachilardan so'rardimki, bu videoni noto'g'ri talqin qilmang. Может, haqiqatan fuqaro aybdordir. Может, YPX xodimi aybdordir. Hali hech kim bilmaydi. Shuning uchun xulosa qilishga shoshilmaymiz. Shunchaki like bosib Sirdaryoda yokida ichki ishlarda ishlaydigan tanishlarimiz bo'lsa, jo'natib qo'yamiz. Что ular может tanir. Biz uzoq kutyapmiz xolos. Uzoq kutishimiz cheklanmagan. Biz bir oy mobaynida kutamiz. Agar bizga hech kim aloqaga chiqmasa, ikkinchi videoni to'liq shu bizga kelgan murojaat orqali biz talqin qilib chiqaramiz.